Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun biz sizlar bilan birgalikda o'zimizning milliy taomimiz qaynatma sho'rva tayyorlaymiz. Qani boshladik. Avvalambor gazga qozonimizga muzdek suv quyib tagini yoqib olamiz. Keyin mana go'shtimizni yuvib tayyorlab qo'yganman. Endi go'shtimizni solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Go'shtlarimizni maydalab olmaymiz. Katta-katta bo'layligicha solsak, qaynatma sho'rva ko'p qaynaydi-ku. Shuning uchun ezilib ketmaydi. Endi qaynab chiqqandan keyin ko'pigini olib, keyin sabzavotlarni solamiz. Ungacha sabzavotlarimizni tayyorlab olamiz, archib to'g'rab olamiz. Sholg'om. Suv ovqatlarga sholg'om solishga harakat qilaman. Sholg'om ovqatni juda mazali qiladi. Hozir sal eskirib qoldi, lekin shunda bo'lsa ham solaman. Sho'rvamiz ham qaynab chiqdi. Ko'pigini olishimiz kerak. Sita yordamida ko'pigini olib tashlaymiz. Piyozimizni bittasini olib qo'yamiz. Buni pishgandan so'ng solamiz. Kartoshkani ham suvga solib qo'yamiz. Buni ham ovqatimiz 4 soat qaynagandan keyin pishishga yaqin solamiz. Masalalarimizni archib to'g'rab oldim. Endi qozonimizga ketma-ketlikda solamiz. Endi qaynatma sho'rvamiz 4 soat qaynash kerak. 4 soatda tayyor bo'ladi. Ungacha uyimiz ishlarini qilamiz. Qancha ishlarni kutib yotibdi. Shuning uchun birinchi ovqatimni tayyorlab qo'yay. Kech pishgani uchun birinchi ovqatimni tayyorlab qo'yay. Keyin boshqa ishlarimni qilaman deb sho'rvani solib qo'ydim. Sho'rva pishguncha uylar ubirkasini qilaman. Qani ketdik. Men ko'katlardan jambil bilan ukrop solaman. Buni butunicha solaman, chunki bolalarga terib tashlash osonroq. Lavar yaprog'i. Koreyskiy tuz. Sho'rvamiz yarim tayyor holatga keldi. Pomidorisini ezib olamiz. Mana ezdi. Pomidor ovqatimizga rang beradi, chiroyli rang beradi. Endi kartoshkalarimizni solamiz.
Piyozimizni qolganini solamiz. Men tuzni eng oxirida solaman, chunki ichidagi narsalar yaxshilab ezilib pishib olish kerak. Qaynatma sho'rvamiz pishdi. Endi uni kasalarga suzib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Judayam mazali, hidlarini sizlarga yetkazib bera olmayman. Judayam shirin. Oh. Mana hurmatli obunachilarim, tushlikka tayyorlagan qaynatma sho'rvamiz tayyor bo'ldi. 10 ballik sistemadan necha baho qo'yasiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. O'qib juda ham xursand bo'laman. Kelinglar obedga.